Oh. Ha, rosa chiroyli bo'pti. Ya haqiqatan ham chiroyli ishlabdi. Ha. 12, 13, 14, 15 tane tuygan. Shu qishda nima qilgansiz-da? Niholini olib kelib. Mana shuni poshtaxona degan bundan klinika tutiladi. Ha. Keyin pasiga buni sim qo'yib, yana ham klinika 3 ta sulay bo'ladi. Ha. Sovuqmaslik uchun. Sovuqmaslik uchun-da. Keyin buni yerda mana shu yerlarda nosi bo'ladi. Nima mana bachka deydi, mana bachkani olib teraydi mana. Ha. Mana shunday o'sib ketaversa, shuni olib terash kerak. Mana bundan ham bachka o'sgan mana. Ha. Mana samar kelib to'xtagandan keyin to'xtatamiz. Shuni yerda mana qirib tashlaymiz keyin buni baylab qo'yib. O'smaydi keyin. Ha, keyin o'smaydi. Buni o'suvda qoldiradi. Hosilga nov beradi. Mana shular bachka degan mana shu olib tashladi. Mana shunday qilib, mana baylaymizda. Mana bunday osib qo'ysa tushirsa ham yana tuyveradi. U nima qilib buni kattarmaydi-da. Ha. Tuyni kattarish kerak. Shuni shu hosilning o'zini mana bir tutda 15, 16, 13, 14 ta har bir tutda. Bunday qanda 4 kilo, 5 kilo chiqadi-da. Bu yerda 1000 tut bor. Ha. Avval 4 kilodan chiqqanda ham 1000 tutdan 4 tonna chiqadi. Ha. Endi 10 mingdan 15 mingdan xeyli pul bo'ladi. Insonning qo'li gul deb shuni aytadi-da, qarang, qanday chiroyli qilib qo'yibsiz.